Qarang, eshiting va yashang. Birinchi kitob. Tomon A. Xudo bilan hayot boshlash. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlarga tinchlik bo'lsin. Sizlar hayot to'g'risida, odamlar to'g'risida va Xudo to'g'risida bilishni xohlaysizmi? Unda rasmlarga qarab, so'zlarimni diqqat bilan eshitishga harakat qiling. Yer yuzidagi eng birinchi odamlar hayoti bilan tanishib chiqaylik. Biz undan ko'p narsani o'rganamiz va haqiqiy Xudo haqida bilib olamiz. Bu kitoblardan tasvirlangan voqealarni muqaddas kitobdan topishingiz mumkin. Qizil kitobchadagi rasmlarni qarab chiqing. Quyidagi tovushni eshitganingizdan keyin keyingi varaqni oching. Birinchi rasm. Odam va hayvonlar. Dastlab hali yer yaratilmagan edi. Faqatgina Xudo bor edi. U ruh, u ko'rinmas. Xudo hamma narsaga qodir va har narsaning egasidir. U hamma narsani biladi va har joyda mavjud. Xudo osmon va yerda hamma narsani yaratgan. U odamni tuproqdan yaratdi. Xudo odamga uni taniy oladigan ruh berdi. Uning hamma xohish va fikrlari Xudo bilan bir xilda edi. Xudo odamga odam ato deb nom qo'ydi. Odam ato esa Xudoning har bir yaratgan hayvonlariga nom qo'ydi. Xudo nimaiki yaratgan bo'lsa, juda yaxshi edi. Ikkinchi rasm. Odam ato uchun yaratilgan ayol. Xudo odam atoni chiroyli, mevali jannat bog'iga qo'ydi va uni qo'riqlashni o'z zimmasiga oldi. Har bir Xudo tomonidan yaratilgan hayvonlarning erkak va ayol jinslari mavjud edi. Lekin odam atoga bularning zaruriyati bo'lmadi. Shunda Xudo odam atoga qattiq uyqu berdi. Keyin u odam atoning ko'ksidan bitta qovurg'asini oldi va undan odam ato uchun ayol yaratdi. Hamda uni odamning yo'ldoshi bo'lishi uchun uning yoniga keltirdi. Ular yalang'och edilar, ammo uyalmas edilar. Ular Xudo bilan xuddi do'stdek gaplashar edilar. Shunday ajoyib joyda g'am ham, o'lim ham, yomonlik ham yo'q edi. Uchinchi rasm. Bog'dagi ilon. Xudo odamga aytdi: "Sen bog'dagi xohlagan daraxt mevasidan yeyishing mumkin. Lekin yaxshilik va yomonlik daraxti mevasidan yemasliging kerak. Agar shu daraxtning mevasidan yesang, albatta o'lasan." Shayton osmon farishtasi edi, lekin Xudo bilan qarama-qarshi va dushman bo'lib qolgan edi. Shayton ayolga oldiga ilon qiyofasida keldi. U momo Havoga agar bu daraxt mevasidan yesa o'lmasligini ishontirdi. Ayol mevadan yedi va ozginasini odam atoga ham berdi. Ular Xudoga quloq solishmadi va natijada ular Xudodan ajralishdi. O'zlaring yalang'ochligidan uyalib qolib, Xudodan berkinishga harakat qilishdi. To'rtinchi rasm. Odam ato va momo Havoning jannatdan quvilishi. Xudo odamni va uning xotinini bog'dan quvib yubordi. U odamga aytdi: "Sen shu daraxtni mevasidan yeganing uchun yer seni deb la'natlanadi. Yerdan oziq-ovqat undirishing uchun sen og'ir mehnat qilasan." Xudo ayolga aytdi: "Senga ko'p mashaqqat beraman va bola tug'ishingdan qiynalasan." Ilonga u shunday dedi: "Shu ishni qilganing uchun men seni
la'natlayman va qorning bilan sudralib yurasan. Ilon insonni dushmani bo'ldi. Odam o'z xotinini Momo Havo, ya'ni hayot deb atadi. Momo Havoning bolalari bizning ajdodlarimizdir. Biz haligacha Xudodan uzoqdamiz va biz ham odam otaga o'xshab Xudoga quloq solmaymiz. Lekin Xudo bizga shaytonni yengadigan odam jo'natish to'g'risida va'da bergan. Faqatgina u bizni Xudo bilan yaqinlashtira oladi. Bu odam Iso Masih. Beshinchi rasm. Nuh va katta kema. Odam matodan paydo bo'lgan odamlar shaytonning yo'lida yurishardi. Faqat bitta odam Xudoga yaxshi ko'rinishga harakat qilardi. Uning ismi Nuh edi. Xudo Nuhga aytdi: "Men yer yuzidan odamzodni yo'q qilmoqchiman. Chunki yer odamzod qilgan gunohlarga to'lib ketgan. O'zingga bir kema qurib ol. Yerda bor jonzotni yo'q qilish uchun men to'fon yuboraman. O'zing qurgan kemaga sen, xotining, o'g'illaring va ularning xotinlari bilan kir. Ayol va erkak jinsdagi har bir hayvon va parandalardan olgin. Ularning hayotini saqlash uchun Nuh Xudo aytganday qildi." Oltinchi rasm. Katta to'fon. Xudo yerdagi odamlarni qirib tashlamoqchi edi. Shuning uchun Nuh ularni ogohlantirardi. Lekin ular o'z yomon ishlarini davom ettirishaverdi. Nuh, uning oilasi va juft har bir mavjudotlar kemaga kirishdi. Xudo kema eshigini o'zi berkitdi. Keyin yomg'ir yog'a boshladi. Yomg'ir 40 kecha-yu 40 kunduz yog'di. Suv borgan sari ko'payib, yer yuzini suv bosdi. Nuh va kemadagi barcha mavjudotlardan tashqari qolgan hammasi nobud bo'ldi. Yettinchi rasm. Kamalak va Xudoning va'dasi. Yomg'ir tugadi va har bir yilda keyin yer quridi. Nuh, uning oilasi va qolgan mavjudotlar kemadan chiqishdi. Nuh Xudoga qurbonlik qildi va Xudo undan xursand bo'ldi. Xudo osmonga kamalakni joylashtirdi va aytdi: "Endi hech qachon mavjudotlarni yo'q qilmayman. Qachonki osmonda kamalak paydo bo'lsa, men o'z va'damni eslab turaman." Do'stlar, har safar kamalakni ko'rganlaringizda sizlar ham shu haqida eslanglar. Xudo dunyoni yana sinaydi. Boshqa safar Xudo olamni o't bilan yoqib tashlaydi. Lekin kimki Xudoga ishonsa va quloq solsa, qo'rqmasligi mumkin. Xudo bizga qutqaruv yo'lini berdi. Bu yo'l Iso Masih. Sakkizinchi rasm. Bobil minorasi. Nuhning avlodlari ko'paya bordi. Xudo ularga yer yuzining hamma joylarida yashashi kerakligini aytdi. Lekin ular ajralishni xohlashmasdi. Ular osmonga yetadigan katta minorani qurishmoqchi bo'lishdi. Xudo ularning quloq solmayotganini va qilayotgan ishlarini ko'rib aytdi: "Ular bir xalq va ular bir tilda gapirishadi. Endi ularning tillarini har xil qilib ajratib tashlayman." Rasmdagi odamlarga qaranglar. Ular bir-birining tiliga tushunishmayapti. Ular minorani qurmaslikka va yerni hamma joylarda yashashga majbur bo'lishdi. Bu ajralishga va Xudoni har xil til yaratishga
quloqsizligimiz sabab bo'ldi. To'qqizinchi rasm. Xudoga sig'inayotgan Ayub. Rasmdagi odam Ayub. U yagona Xudoga sig'inadi va qurbonlik qiladi. U shayton yo'lidan yurmaydi. Uning o'z oilasi, qullari va juda ko'p hayvonlari bor. Xudo Ayubdan xursandligini shaytonga aytdi. Lekin shayton Ayub boy bo'lmoqchi. Shuning uchun senga sig'inadi dedi. Agar sen Ayubni hamma narsasini olib qo'ysang, u seni la'natlaydi. Xudo shaytonning yolg'on gapirishini va agar u Ayubni kambag'al qilib qo'ysa, Ayub Xudoga baribir sig'inaverishini bilardi. Shuning uchun Xudo shaytonga Ayubning hamma narsasini olib qo'yishga ruxsat berdi. Shunda Ayub o'zini Xudoga sodiqligini ko'rsatdi. O'ninchi rasm. Ayubning qiynalishi. Bir kuni Ayubning qullari unga yomon xabar keltirishdi. Ayubni dushmanlari uning mollarini, eshaklarini o'g'irlab, qullarini esa o'ldirib ketishibdi. Chaqmoq uning hamma qullarini va cho'ponlarini o'ldiribdi. Qaroqchilar esa tuyalarini olib qochib ketishibdi. Boshqa qul bu xabardan ham yomonini olib keldi. U aytdi: "Sening bolalaring maishat qilayotgan paytda qattiq bo'ron uyni buzib yubordi va bolalaring hammasi halok bo'ldi." Ayub boshini ushlab, yerga tiz cho'kib aytdi: "Xudo berdi va Xudo oldi. Uning nomi ulug' bo'lsin." Shu hamma qayg'ularida ham Ayub Xudoni la'natlamadi. O'n birinchi rasm. Ayubning sinalishi. Shayton Xudoga aytdi: "Agar sen Ayubning tanasini jarohatlantirsang, u seni la'natlaydi." Xudo Ayubni yana sinashga ruxsat berdi. Shayton Ayubga qattiq teri kasalligini yo'liqtirdi. Xotini Ayubga aytdi: "Biz Xudodan faqat yaxshilik olishimiz kerakmi? Qiyinchilikmi?" Bir kuni Ayubning do'stlari kelib unga: "Biror yomon ish tufayli Xudo seni jazoladi", dedi. Shunda Xudoning o'zi ularning yanglishayotganini aytdi. Xudo chegarasiz kuchga ega. U hamma narsani biladi va faqatgina uning o'zi bizga og'ir yoki yengil hayot tanlashga qodir. O'n ikkinchi rasm. Xudoning Ayubni marhamatlashi. Qachonki Ayub Xudoni qudratliligini ko'rganda, undan shubhalanganligidan va o'zini haqiqatgo'yligini gapirganidan uyalib qoldi. Ayub o'z do'stlari uchun ibodat qilardi. Chunki ular Xudo yo'lini tushunmasdi. Xudo Ayubni yana boy va sog'lom qilib qo'ydi. Uning do'stlari Ayubning uyiga ko'p sovg'alar olib kelishdi. Xudo unga 7 o'g'il va 3 ta chiroyli qiz berdi. U uzoq yashadi va ko'p narsalarning guvohi bo'ldi. Do'stlar, Xudo bizni hayotimizda bo'layotgan qiyinchiliklarning sabablarini biladi. Esda tuting, Xudo bizni yaxshi ko'radi va biz uchun faqat yaxshi narsa bo'lishni xohlaydi. Biz unga ishonishimizni va shayton ustidan Iso Masih orqali g'alaba qilishimizni xohlaydi. Gazetangizning bu tomoni tugadi. Iltimos, keyingi tomonini qo'ying va shu yerdan eshitishda davom eting. Birinchi kitob. Tomon B. Xudo bilan hayot boshlash. Sizlarga tinchlik bo'lsin. Men sizlarga bir odam to'g'risida gapirib bermoqchiman.
Uning ismi Ibrohim. U Xudoga quloq solardi va u orqali ko'p odamlar baxtlarini topishardi. Quyidagi tovushni eshitganingizdan keyin keyingi varaqni oching. 13-rasm. Ibrohimning o'z uyini tashlab ketishi. Bir kuni Xudo Ibrohimga aytdi: "O'z shahringni va uyingni tashlab, men ko'rsatgan yerga bor. Men sen orqali dunyodagi barcha odamlarni marhamatlayman." Ibrohim Xudoning gapiga ishondi va u aytgandek qildi. U xotinini, xizmatkorlarini va hamma narsasini olib Kanoan yeriga yo'l oldi. Xudo unga aytdi: "Bu yerni sening avlodlaringga beraman." O'n 14-rasm. Ibrohim va Lut. Ibrohimning Lut ismli jiyani bor edi. Ibrohim va Lutning katta chorvasi bor edi. Ularning cho'ponlari orasida janjal yuz berib qolgan bir paytda Ibrohim Lutga: "Zinhor bir-birimiz bilan janjallashmaylik. Yerni xohlagan joyini tanla." Lut yerning eng zo'r daryo bo'yidagi o'tli joyini tanladi. U Sadom degan shaharning yonida yashay boshladi. Shunda Xudo Ibrohimga shunday dedi: "Sen ko'rib turgan yerni hammasini senga va qarindosh urug'laringga beraman." 15-rasm. Ibrohimning tinchlik podshosini kutib olishi. Sadom shahrining aholisi juda yomon odamlar edilar. 4 podsholik Sadom shahri bilan olishib g'olib chiqdi. G'olib chiqqan qo'shin Lot va uning oilasini ham hibsga olgan paytda Ibrohim va uning odamlari ularni qutqarib qolishdi. Jangdan qaytib kelishayotganda ular yo'lda buyuk podshoni ko'rib qolishdi. Uning ismi Malkisidiq bo'lib, u Salim podshosi, ya'ni tinchlik podshosi edi. Malkisidiq non bilan vinoni Ibrohimga berib aytdi: "Seni Xudo juda yaxshi ko'radi. U sening dushmanlaringni o'z qo'llaringga berdi." Ibrohim Salim podshosiga sovg'alar berdi. Sadomning podshosi Ibrohimga sovg'alar bermoqchi edi, lekin Ibrohim olmadi. U gunohkor podshodan hech narsa olishni xohlamasdi. Lekin Lut aqlsizligi tufayli yana Sadomda yashashni davom ettirdi. 16-rasm. Ibrohimning yulduzlarni sanashi. Xudo Ibrohimni o'z do'sti deb atadi. U Ibrohimning avlodlari o'zining xalqi bo'lishini aytdi. Lekin Ibrohim doim xafa yurardi, chunki farzandlari yo'q edi. Shunda Xudo unga dedi: "Osmonga qara. Agar qo'lingdan kelsa, yulduzlarni sana. Sening shuncha avloding bo'ladi." Ibrohim Xudoning so'ziga ishondi va Xudo undan xursand bo'ldi. Xudo Ibrohimga: "Bir kun avlodlaring Kanoan yeri ustidan hukmron bo'lishadi", dedi. O'n 17-rasm. Chaqaloq Ismoil. Ko'p yillar o'tdi, lekin Ibrohim va Sora farzand ko'ravermadilar. Bir kuni Sora Ibrohimga aytdi: "Xizmatkorlarimiz oldiga boring. Balki undan bolamiz bo'lar." Shunday qilib, Soraning xizmatkori Hojar Ibrohimdan farzand ko'radigan bo'ldi. Lekin Sora Ibrohimni Hojardan rashk qilardi. Keyin borib Sora uni uyga sig'dirmaydigan bo'ldi. Xudo Hojarga farishta jo'natib, o'g'li bo'lishi va uning ismi Ismoil bo'lishini, uning ko'p farzandi bo'lishi va kelajakda ular bir buyuk xalq bo'lib yashash haqida aytdi. Shuningdek, Xudo Ibrohimga ham: "Sening xotining Sora senga o'g'il hadya qiladi va u orqali men o'z va'dalarimni bajaraman", dedi. 18-rasm. Kulayotgan Sora. Bir kuni Xudoning 3 ta elchisi Ibrohimning uyiga tashrif buyurdi. Sora ularga ovqat tayyorlab, uni Ibrohimga ichkarida olib berdi.
Shu payt elchilardan biri 9 oydan keyin Sora o'g'il ko'radi deb aytdi. Bu gapni ichkarida o'tirgan Sora eshitib ishonmadi va ichida kulib qo'ydi. Shunda Xudo Ibrohimdan nega Sora kulyapti deb so'radi. Axir Xudoning biror qila olmayotgan narsasi bo'lganmi? Bir vaqtda Ibrohim 99 yoshda, Sora esa 90 yoshda edi. Xudo aytgandek Sora o'g'il ko'rdi. Ular uni Ishoq deb atashdi. Bu esa kulgi degan ma'noni bildirardi. 19-rasm. Ibrohimning ibodati. Xudo Sadom shahrini buzib tashlashga qaror qildi. Chunki bu shaharning odamlari juda ham gunohkor edilar. U Ibrohimga nima qilmoqchi ekanligini aytganda, Ibrohim Lut haqida esladi va nahotki sen haqqoniy va solihlarni gunohkorlar bilan birga o'ldirib yuborasan, dedi. Ibrohim Xudodan Sadom shahrini buzmasligini so'radi. Shunda Xudo unga javoban: "Agar men 10 ta gunohsiz kishilarni topsam, u holda bu ishni qilmayman", deb aytdi. Xudoning elchilari shaharga kelishdi. Lekin haq yo'lga boshlovchi odam faqatgina Lut edi. Elchilar Lutni shahardan chiqib ketishi haqida ogohlantirishdi. Keyin Xudo osmondan olov yog'dirdi. Sadom shahri nobud bo'ldi. Faqat Lut va uning 2 qizi qutqarilgan edi. Rasm. Ibrohimning Xudoga qurbonlik qilishi. Ibrohimning o'g'li Ishoq katta yigit bo'lib qoldi. So'ng Xudo Ibrohimni sinamoqchi bo'ldi. Xudo unga yagona o'g'lingni olib, menga qurbonlikka keltir, dedi. Ibrohim Xudoga ishonardi. Shuning uchun uning gaplariga quloq soldi. U Xudo o'g'lini tiriltira olishini ham bilardi. Ibrohim Ishoqni o'ldirishga tayyor bo'lgan paytda Xudo Ibrohimga: "Bolaga zarar yetkazma. Sen meni birinchi o'ringa qo'yishingga ishondim. Sen men uchun yagona o'g'lingni ayamading", dedi. Shunda Ibrohim chakalakdan shoxlari o'ralib qolgan qo'chqorni ko'rdi. U o'g'lini o'rniga qo'chqorni Xudoga qurbonlik qilib berdi. 21-rasm. Qari Ibrohim va uning xizmatkorlari. Ibrohim qarib qolgan paytda u xizmatkorini chaqirib dedi: "Sen mening vatanimga borib, o'g'lim Ishoqqa xotin topib kel." Ibrohim o'g'lini Kanon yerini tashlab ketishini yoki yomon xon xotinlarini xotinlik qilib olishini xohlamasdi. Shunday qilib, xizmatkor Ibrohimning aytganini qildi. Xudo uni Ibrohimning qarindoshlarini oldiga olib bordi. U yerda u Ishoq uchun chiroyli qiz topdi. Uni Rivqo deb atashardi. Rivqo va Ishoqdan Yoqub degan o'g'il tug'ildi. U Isroil xalqining otasi bo'ldi. Hozirgi paytda ham Isroil xalqi Kanon mamlakatida yashaydi. Isroil xalqidan butun dunyoni qutqaruvchi odam chiqdi. Rasm. Iso Masihning tug'ilishi. Xudoning so'zi haqiqat. Xudo odam atoga shaytonni yenga oladigan, tanlagan kishisini jo'natishini aytgan. U Nuhga yomon odamni yo'q qilib tashlayman deb ogohlantirgan edi. Xudo ayib orqali bizlarga yaxshilik qilmoqchi bo'lganini ko'rsatdi va Ibrohimga doimo va'dalarini bajarishini ko'rsatdi. Siz bu rasmda Isroil yerida tug'ilgan Iso ismli chaqaloqni ko'rib turibsiz. Uning onasining ismi Maryam edi. U Ibrohim va Ishoq avlodidan edi. Maryam muqaddas ruhdan homilador bo'lgach, Iso Masih tug'ilgan edi. Iso Masih butun dunyoga najot keltirgan inson bo'lib, shaytonni yengdi va bizni Xudo yo'liga qaytardi. 23-rasm. Iso Masihning
xochga mixlanishi. Iso ulg'ayib, odamlarga Xudo yo'lini o'rgata boshladi. U Xudo tomonidan kelganligini isbotlash uchun har xil mo'jizalar ko'rsatardi. Lekin ayrim odamlar bunga ishonishmadi. Ular Isoni xochga mixlab o'ldirdilar. Askar unga o'lim nayzasini sanchdi. Do'stlar, Xudo odam atoga agar daraxtdagi mevani yesang o'lasan deb aytgan edi. Biz Xudoning so'zini tinglamadik. Shuning uchun abadiy o'limga mahkummiz. Lekin Iso bizning gunohlarimiz uchun o'ldi. Esingizdami? Xudo Ibrohimga o'g'lini o'ldirmaslik uchun qo'chqor tayyorlab qo'ygan edi. Xudo biz uchun yagona o'g'lini qurbon qildi. Xudo odam atoga shaytonni yengadigan odam keladi deb aytganini esingizdami? Iso biz uchun o'lgan paytda shayton yengildi. Hozir shaytonning kuchi bizni o'ldirishga yetmaydi. Yigirma 4-rasm. Iso Masihning tirilishi. Isoning tanasi qabrga qo'yilgan edi. Lekin 3 kundan keyin u tirildi va shogirdlari ko'rindi. Biroq Isoni tirilganidan keyin ko'rganlar orasida Foma ismli shogirdi yo'q edi. Keyin unga biz Iso Masihni ko'rdik deb aytganlarida u ishonmadi. Shunda Iso ularning oldiga kelib Fomaga qo'llaridagi mixlarning izini va chap tomondagi nayzaning izini ko'rsatdi. Iso Masih Fomaga shubhalanmay menga ishon. Meni ko'rmay ishonganlar baxtlidir. Do'stlar, kelinglar, Fomaga o'xshamaylik, balki Xudoning so'ziga ishongan Ibrohim kabi bo'laylik. Biz Iso Masih orqali Xudoni bilamiz va abadiy hayotda u bilan birga bo'lamiz.